O'zbekistonda sun'iy intellekt sohasining infratuzilmasi va kadrlar salohiyati rivojlantiriladi. Mamlakatimizda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish hamda ularni iqtisodiyot va ijtimoiy sohalarda sun'iy intellekt loyihalarini joriy etish maqsadida $50 million mablag' ajratilgan. Sog'liqni saqlash, ta'lim, qishloq xo'jaligi, energetika, transport, ekologiya va moliya sohalarini qamrab olgan 86 ta loyiha shakllantirildi. Hozirda sun'iy intellektni qo'llash uchun zarur hisoblash imkoniyatlarini yaratish maqsadida superkompyuterlar klasterini tashkil etish ishlari jadal olib borilmoqda. Shuningdek, 1 million sun'iy intellekt yetakchilari milliy dasturi doirasida yoshlar uchun aistudy.uz platformasi ishga tushirildi. Ularda sun'iy intellekt bo'yicha 5 ta bepul onlayn o'quv dasturlari yo'lga qo'yilgan. Dastur doirasida 2027-yilga qadar 1 million nafar yosh sun'iy intellekt sohasidagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladi. Bundan tashqari, shu kunlarda Nukus shahrida sog'liqni saqlash bo'yicha HealthTech AI Hackathon musobaqasi muvaffaqiyatli o'tkazildi. Bu tajribani kengaytirib, ta'lim, sud tizimi, suv xo'jaligi va tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishlarida ham o'tkazish muhimligi qayd etildi.